7-chi savol ishlaymiz. Musulfat elektroliz bo'lyapti. Katod va anod chiqib ketyapti va bu hosil bo'lyapti. Demak, mana bu x gram deb oladigan bo'lsak, 160 mana bilan topib olamiz. Mana bu umumiysini yozadigan bo'lsak, 0,5 ko'paytirib 32 16 qo'shilgan 64 bo'lsa 80 bo'ladi bu. Demak, bu chiqib ketganda 0,5 x bo'ladi. 196 bo'lsa, 98 bo'lsa 98 bunu ko'paytirib bunga bo'lamiz. 98 ko'paytiramiz x ga bo'lamiz 160 ga. Shunda 0,6125 x bo'ladi. Bo'ldi, ishlaymiz. Demak, eritmani 100 gram deb olamiz. 100 gram ichida demak x gram bor edi va cho'kma tushyapti 0,5x mana cho'kma va mana bunga aylanyapti 0,6125x 0,6125x teng o'sha x foizga, ya'ni 100, o'sha foiz dastlabki eritma 100 gram oldik-ku. Buni ko'paytirib o'ramiz 61,25x bo'ladi. Buni ko'paytirsak 100x minus buni ko'paytirib o'rsak 0,5x kvadrat bo'ladi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 0,5x kvadrat. Bu yoqqa bo'lsa minus 100x plus bu o'zi bu tarafda 61,25x teng 0 bo'ladi. Buni qisqartirib o'ramiz. Endi o'zini yozamiz 0,5x minus deymiz. Bundan ayirib o'ramiz. 100 dan ayiramiz 61,25 ni 38,75x bo'ladi teng 0. X tashqariga chiqariladi. Bu yerda 0,5x qoladi. Minus 38,75 teng 0. Bittasi x teng 0 chiqdi. Keyingisi xavs ichi 0,5x barobar 38,75 bo'ladi. Bo'lamiz 0,5 ga. X teng 77,5 chiqish. X so'rayapti. 77,5 bo'ladi.